9 qavatli domlarni yaxshi ko'radiganlarga zo'r variant chiqdi. 2 xonalik. Полноценный, раздельный, hammasi chunki bir hozir boshdan boshlaymiz. Mana shu eshikdan kirib keldik. Xo'sh, prixoshka bo'ladi ana shu 9 qavatli domlarning planirovkasi sal o'zgacha bo'ladi. Prixojin mebelimiz bor. Chap tarafdan shunday boshlanadi uylar. O'ngga navbat bilan bo'ladi. Mana shu o'ng tarafdan boshlaymiz. Yotoqxona qilgan ekanlar. Hamma narsalari tappa tayyor, jihoz, mebel, texnikalari tayyor. Shunday kiramiz, yashaymiz. 2 xonalik 5-qavatda joylashgan 9 qavatli domlarning. Mana shunaqa domlarga yashagan bo'lsangiz, sizga buni gapirib turish ham hojati yo'q. Chunki xonalari baland, katta yashash uchun juda yaxshi kvartiralar bo'ladi bular. Xo'p, bitta xonasini ko'rdik. Kirgan bilan to'g'ri bizda ikkita sanuzel razdelni bo'lar ekan. Yuvinish xonamiz, marhamat, to'liq kafenda. Va yoniga hojatxonamiz. Hojatxonamiz, marhamat, issiq suvlar. Yonida oshxona joylashgan. Oshxonamiz. Xo'sh, hamma jihozlarni olib kelib qo'ygan ekanlar. Mebel, texnika, marhamat. Shunda kiramiz, yashaymiz. Derazalar hammasi akvaplast, 2 qavatli oyna. Yangi ta'mir, yangi jihozlar, gilam, parda hammasi o'ylangan. Faqat o'zimizdan narsalarimizni olib kelamiz, yashaymiz. Mehmonxonasi bunisi. Marhamat, hamma burchagini ko'rsatishga harakat qilaman. Xo'p, va balkoni katta, uzun balkoni bo'ladi bularniki, 7 metrlik. Xohlasangiz mana bu joyga oshxonani chiqarsangiz, boyanagi oshxonamiz yana bitta xona bo'ladi. Детский spalni, детский hamda kattalarnikini bemalol alohida qilsangiz bo'ladi. Ko'pchilik shunaqa qilgan. Mana shunaqa kvartiramiz sotuvga chiqdi. Sagdiana hududi. Masjidga yaqin bo'lgan dom, 9 qavatlik, 5-qavat, раздельный, полноценный 2 xonalik. Narxini 58 ming debdilar. Savdosi bor. Tezlikda aloqa chiqamiz.